Salom hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda unpacking qilamiz. Raspakovka uzun marketdan kelgan narsalarimga qani ketdik. Do'stlar, oldin katta paketga solib berishardi. Ya'ni paket degani uzun marketda o'zini seri anaqasi bo'lardi-da. O'ralgan posilka bo'lib kelardi. Endi nimagadir просто tak paketda berishyapti. Lekin bilmadim nimaligini. Birinchi bo'lib bizda mana shunaqa nimasam bo'ladi. Oldingi safar olganman, krem vosk. Buni nimaga yana qaytadan oldingiz deydigan bo'lsanglar, men narsa zakaz qilaman dedim. Zakaz qilaman, Sulaymonga jo'natamiz deyishdi. O'shanga keyin 6 ta yo'q, 5 ta narsa edi. Shuni orasida ikkitasi men bor ekan. Men bu narsani oldin zakaz qilganman desam, bilmadim, bizga reja shunaqa berilgan, zakaz qilishingiz kerak yana dedi. Mayli dedim. Mana krem vosk. Buni hech qanaqa menga zarar tegmaydi. Uyda ortiqcha bo'ladigan bo'lsa mana. Hidi ham zo'r bilan. Tugab qolsa ishlataman yana. Nimasi yomon, to'g'rimi? Ikkinchisi do'stlar, bizda mana shunaqa keratolitik degan, tovonga suradigan suyuq narsa edi bu. Короче, buni ham menga yana jo'natishdi do'stlar. Ujumanda bunaqada ikkita-da uyimda. Mana qaranglar. Mana. Mayli. Hammasiga kulib qo'yamiz. Bu shunchaki yengil shamol. Hozir ochib bo'lganingizga sizga ko'rsataman. Do'stlar, mana shu keratolitik yomon asabim buzyapti. Nimaga bo'lsa, oldingi safar ham shunaqa bo'lib kelgan, to'kilib. Lekin og'zi yopiq, qatdan kelyapti bu suv. Astagfirulloh. Potom uchinchi narsa do'stlar, bu men uchun yangilik. Buni hali zakaz qilib ko'rmaganman. Bu hozir ko'rasizlar nimaligini. Body krem. Voy, посмотрите, qanaqa chiroyli. Cho'ta hidini sezmayapman, ochib ko'ramiz. Xo'sh. Wow, do'stlar, hidini. Oh my god, вообще shirin hid ekan do'stlar. Parfum body krem. Sandalwood, orange blue, vanilla. Короче, vanilla tushunib bo'ldi, boshqa bilan tushunmadim. Buni keyingi videolarimda alohida o'zini ishlatib ko'raman. Ko'rasizlar o'sha videomda qanaqa ishlatilishini. Keyingi narsa men uchun yana yangilik, bu massaj oil deylar ekan. Bu degani, короче, massaj qilasizlar-yu tananglarni. Короче, qo'linglarni massaj qilsanglar bo'ladi, oyoqlarni, короче, любой joylarni. O'shanda suriladigan yog' ekan bu. Mana shunaqa qaranglar, buni qopqog'i ham bor, men buni ham tiqib qo'ysanglar bo'ladi. Zo'r-a? Hozir ochib bo'lganingizga sizga ko'rsataman, chunki bilan ochib juda ham qiyin. Mana do'stlar, mana shunaqa ekan. Bu ham katta ekan, biram qaranglar. Hozir men buni ochib, hidini hidlab ko'ramiz. Ay, qo'lim. Hidi yo'q-u. Xo'sh. Men buni hidi yo'q desam, hali mana bu ochilmagan ekan-ku do'stlar. Mayli, ochmay qo'ya qolaylik. Do'stlar, bizda eng oxirgi va eng katta narsa bu Semelining shower geli. Bu shower gel degani geldilar dush. Ya'ni cho'milayotganingizda tanangizga surasizlar, tanangizdan shirin hid chiqib turadi. Cho'milib bo'lganingizdan keyin buni hidi cherry. Anaqa olchali manda-chi? Ana bordi-yu. Nima bordi? Men bordi. Nima bordi o'sh? Mana. Krem vosk. Xuddi shunaqa-da, bu ham qalin, rangi ham почти bir xil men bilan. Bu ham mana kakao cherry parfum deyilgan. Короче, shunaqa hozir ochib ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Ketdi. Do'stlar, kimga shuni paqlatish yoqadi? Anti-stress. 2 soat degan zo'rg'a ochib oldim-da, paketini bor-u.
Ko'rdinglar? Vau! Oy bossam hozir chiqib ketadi. Doqqa burasizlar qaytib yopilar ekan do'stlar. Bo'la qo'y, yopila qo'y. Yopiladimi o'zi nima bo'pti? Qarashidi. Prozrachniy qaranglar. Do'stlar, bu narsalarni hammasini ishlatib ko'rganimda keyingi videolarimda batafsil ma'lumot berib ketaman. O'shaning uchun keyingi videolarimni ham tomosha qilib boringlar do'stlar. Bu raspakovkam sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Xayr, sog' omon bo'linglar.